Aloqa sifatli bo'lsa, ayol kishida depressiya, stress ham kam bo'ladi. Ko'p insonlarning qabulingizda konsultatsiya berasiz. Qanaqa stresslar haqida aytib berishadi sizga? Mana shu erta bo'shanishda. Nima ularga ta'sir ko'rsatadi? Nimalar travmalar qolgan ularda? Juda katta travma bu ayoldan qoladi. Nima aynan? Aynan erkak kishi stressga moyilda. Bir marta misol uchun ayol kishi stress bilan qanaqadir adaptatsiya bo'ladi ularda. Erkak kishida bitta og'iz gap ham erkak kishini hattoki holatini butun umrga turg'izmay qo'yish mumkin. Shunaqa voqea bo'lgan. Qanaqa? Erta bo'shanishdan ayoli erini olib kelgan. Erimda shunaqa muammo bor. Shunaqa ayollar bor. Hattoki aloqa vaqti nimaga kerak ayol kishi uchun ham? Men buni blogimda ham gapirib o'tganman. Aloqa sifatli bo'lsa, ayol kishida depressiya, stress ham kam bo'ladi. Bu fanda isbotlangan. Demak, aloqa sifati nafaqat erkakka, balki ayolga. Erkak kishi o'zi bir marta bo'shanib olsa bo'ldi. Hamma erkak kishi biladi. Bo'shansa bo'ldi. O'zi nima uchun harakat qiladi? Ayol uchun yoki o'ynash uchun. Holatni kattalashtirish, yo'g'onlashtirish, ili tez bo'shanishni davolash, hammasi bu psixologik, ya'ni stressdan. Ular uchun bu ayolni qondira olmayapman degan muammo yotadi. Bu muammo to'g'ri. Sababi buni davolamasa ertaga oila ham muammolar kelib chiqadi. Ya'ni ayol kishida o'sha jinsiy aloqadan keyin ko'pchilik ayollar yozadi. Ayol kishi yozadi menga. Boshim og'riyapti, qoniqmayapman. U narsani oilada muhokama qilish kerak. Lutchi eri kelish kerakda, urolog ko'rigiga. Uyalmaslik kerak. Hozirgi kunda tibbiyotda hamma narsani qo'ldan kelgancha imkoni bor. Ya'ni Yevropa darajasida O'zbekistonda ham hamma ish qilsa bo'lyapti.